yuzlarimda judayam qora dog'larim bor edi. Qayerda? Mana yuzlarimda dog'larim bor edi, judayam qo'llarimda dog'lar bor edi. Endi o'zim meditsina xodimi bo'lganim uchun juda ko'p narsalarni ishlatdim, dorilar ichdim, oshqozonlarimni yuvdirardim, o'tvoylarimni yuvdirardim, lekin natija judayam kam bo'lardi. Lekin mana shu karotina yog'ini topganimdan keyin sekin 100 grammdan boshladim ichishi. Natija judayam men kutgandan ham, men o'ylaganimdan ham juda katta menga foyda berdi. Birinchi o'rinda meni xotiram yaxshiladi. To'g'risi, yoshgina bo'lsam ham o'sha 24, 25, почти 30 yoshga yaqinroq edi. Xotiram juda pastroq edi. Ko'p narsani esdan chiqarib qo'yardim, hayajonlanganimdanmi, ozgina qo'rqqanimdanmi. Lekin mana shu judayam menga yordam bergan, xotiramni kuchaytirdi. Keyin zreniyam yaxshi qildi. Judayam zreniyam yaxshi bo'ldi. Sochlarim to'kilishini nihoyatda yaxshilab ko'paytirib berdi.